Qo'yinglar. Endi otasini davrida o'ynab qolsin-da. Turmushga chiqqandan keyin. Mana ikkitasi ham meni bolammi? O'zim ham miyam aynib ketdi. Hala to'p qolar ekan, satrisini organizmga shunaqa ekanda. Ve satrisini oziz maza ekan-a? Hamma narsa esingizdan chiqib ketar ekan. Agar satrisining bunaqa sharofati borligini bilganimda ko'pchilikdan qarz olib qo'ygan bo'lardim. Sizni qayerdadir ko'rgandayman deysiz. Syomka paytida otdan yiqildimda, qattiq boshim bilan yumshoq betonga tushdim, keyin belimga tushdim, keyin banisaga tushdim. Ertalab tursam o'zimni kimligimni bilmayapman-da. Doktorlar menga qarab gapirishyapti. Artist deyishdi. O'rasa o'ylandim. Men qaysi artistman deb o'ylayapman. Menimcha men Sevinch Mo'minova bo'lsam kerak. Jussam ham kichkina. Keyin bir ikkitasi aytdi, "Yo, Sevinch Mo'minova siz deb otdan yiqilgansiz" dedi. Unda men Hosila Rahimovman dedim. 8 kundan keyin bildim, men Ozodbek Nazarbekov ekan. Chunki bir oppoq hamshira qiz meni ukol qilgani kirib keladi. Shunaqa ham oyog'ini quchoqlab yig'lagim keldi. Oyog'iga qarab ketaysam, jinnimisiz deydi, "Yo, ozodman" desam, "Yo, siz kasalsiz, o'giring" deb bitta ukol qiladi. Yana dedim. To'chini ozod ekansiz, endi kasallikdan ozod bo'ling. Xudoga shukr, kasallikdan ozod bo'ldik. Mana xalqning xizmatida yuribmiz. Baribir haligi bir narsalar esdan chiqadigan bo'lib qoldi-da. Yaqinda bir zo'r voqea bo'ldi. Xotinimni qaynatamni uyiga boribman-da. To'yim bor edi, ikkita mahalla nariyoqda. Xotinimni tashab to'ydan keyin kelib olib ketaman deb to'yga bordim. Yaxshiroq qistir bo'lib qoldi, esimda uyga ketaveribman. Kelib eshigimni taqillatyapman, hech kim yo'qda. Jahlim chiqib, hamma opa-singillarni uyg'otib chiqdim. Keyin qaynatamga navbat keldi. Qo'ng'iroq qilsam, xotinim o'zi ko'tarib, "Voy, yaxshi kelyapsizmi?" dedi. "Yomon keldim" dedi. "Keling o'zingiz" dedim. Shuni doktorga borib aytdim. "Doktor, mana shunaqa bo'lib qolyapman. Xotinimni qayerga olib borsam, esimdan chiqib qolyapti" desam, doktor ham menga qarab, "Yaxshi-ku" dedi. "Zo'r narsa yo'q" dedi. "Buni tuzatishning hojati yo'q" dedi. "Iloji bo'lsa, yuqsin bizga ham" dedi. "Ya qo'ying" dedim, "U ham mayli" dedim xotinim. Ba'zilar to'yga yozdirib ketadi, oktyabrga to'yga yozdirsa, sentyabrga borib olyapman dedi. Bunisi ham mayli, o'zimni kimligimni bilmasdan tunov kuni bittasi meni to'yga aytdi, borib 4 ta ashullarni chiroyli qilib aytib tashqariga chiqsam, to'yning egasi kelib, "Uzr kechirasiz, balaka, biz sizni qiziqchilikka chaqirdik" dedi. "Deydi, men qiziqchimanmi" dedim. "Ha, siz qiziqchisiz" deydi. "Nimaga bo'lmasa ichkarida" dedim. "Ozodbek Nazarbek hammani kuldiryapti" dedim. Bitta davrada yigitlarni hammasini kuldirib o'tirgan ekanda, shu chalg'itdi meni. Borib oldida o'tiribman, hamma kulyapti, lekin bittasi kulmay turgan ekan, yonimga chaqirib, "Siz nimaga kulmayapsiz?" desam, "Men G'iyos Boytayev sostavidanman" deydi. Men ham ashula aytsam bo'ladimi, bemalol. Atrofingda men sarson, chiroylisan ammamdan. Aytgin sen menga qachon joy berasan hammomdan. Hozir to'qiyapman, to'qiraymi yog'ini. Zir yugurgan ortingda prodyuserlar juda ko'p, kel o'shalar oldida homiylarni qo'lini o'p. Ya, xotira chatoq bo'lsa g'alati ekan. Bir kuni to'yga bordim, kelin kuyov kelmayapti-da. To'yning egasi kelib boshlavering dedi. Boshladim, kelin kuyovsiz amallab. To'yning o'rtasi bo'lyapti, kelin kuyov yo'q. To'yning oxiri bo'lyapti. San'atkorlarni majburlatib, yorni aytirib to'yni tugatdim. Keyin bilsam meni sunnat to'yiga chaqirishgan ekan. Tasavvur qilyapsizlarmi? Shunaqa bo'lyapti desam, doktor nima deydi? Valijon, sizni tuzatsa bo'ladi. Birorta to'yda ko'proq qistirsa tuzalib ketasiz. Lekin mana u odamni tuzatib bo'lmaydi dedi. Doq qarasam, bir burchakda bitta odam o'tirib olgan. Qo'li bundoqda. Bundoq qilyapti. Bundoq ko'ryapti. Bundoq qilyapti-da. Bundoq. Bundoq ko'ryapti. Devorga borib bundoq ko'ryapti. Nima qilyapti u odam desam, "Valijon, shu odamga deydi, 5 kun oldin qo'liga non berdik, og'zini topolmayapti" deydi. Mana shunaqa ijrolar qilib Hojiboy Tojiboyev xalqimizni kuldirgan edi. Hojiboy Tojiboyevga alohida qarshagiylarni ayamanglar. Hojiboy akamiz ajoyib latifalari bor edi. Qiz bilan yigit makapoyani yonida gaplashib tursa, dadasi kelib qolgan ekan, o'g'il bola tanga deb qolib qoldi. Tanga deb qolib qoldi. "Ha, qizim, nima qilyapsan? O'zim bilan o'zim gaplashyapman" dedi. Hozir eshitdim, nimadir gaplashyapman. She'r aytayotdim. "Yo'q, dada, siz bilan oyimga ayta olmagan gaplarimni, dardlarimni oymomaga aytmayman." "Ha, unaqa bo'lsa mayli qizim. Faqat ana oymomaga aytib qo'y, velosipedini olib ketsin" degan ekan.
Qarang, ustoz Hojibek ekan, ajoyib gaplari bor edi. Ana endi ko'p ovozlarni o'xshatganman. Hozir ijozat berasizlar, ovozlarni o'xshatib beraman. Ajoyib san'atkorimiz Zikir aka Muhammadjonov ovozini o'xshatardim. Unda mashinada kelyapsam, bekatda turgan ekanlar, yoniga bordim. Endi 80 yoshga borsalar ham odamlarning orasida piyada yurardi. Assalomu alaykum Zikir aka desam, meni tanib qolib, "Ya, Erkinjonning kuyovi yaxshimisiz?" dedim. Yaxshimi? Qayerga ketyapsiz? Teatrga ketyapman. Olib borib qo'y. Yo'q, men odamlar orasida yurishni yaxshi ko'raman. Men odamlar orasida piyada yurishni yaxshi ko'raman. Yaxshi-yu, men ham teatrga ketyapman. Agar unaqa bo'ladigan bo'lsa, o'tiraman deb mashinaga o'tirdilar. O'tirganlaridan keyin Zikir aka, sizlarda ovozinglar ajoyibda, ajoyib ovozinglar bor. Hamma ovozingizni o'xshatadi, nima deysiz? Sam, nima ham dedim, mendan so'ramasdan o'xshatishyapti, jahlimni chiqarib. Deyodim, muzdek bo'ldim. Zikir aka, o'shalarning orasida men ham borman desam, siz ham bormisiz? Aqani o'xshatib beringchi, agar o'xshasa qoyil qolaman dedi. O'xshataveraymi? O'xshating. Zikir aka, siz hozir teatrga ketyapsizmi? Desam Zikir aka, teatrga ketyapman. O'zim bilan o'zim gaplashyapmanmi? Men sizga bir narsani aytishim esdan chiqibdi. Mana shu joydan to teatrga borguncha men sizdan 10 ming olaman. To'xtating mashinani, to'xtating deb. Yo'q, kechirasiz Zikir aka, hazillashdim. O'xshadimi ovozim? Ovozi o'xshadi, 10 ming degan joyi o'xshamadi dedilar qarsagilarni aymaylashgan ulug' ustozlarga. Ana endi ijozat bersanglar, endi ko'p qo'shiqchilarning ham ovozini o'xshatishga harakat qilaman. Bittasini o'xshatib beraman. Muhrin akamiz Xoliqovnikini o'xshasa qarsiga choptirasizlar. Ajoyib qo'shiqlar aytadilar. Ey güzel so'zlaring asal, sensiz menga o'lim afzal. Qoshlaring yaman, baxtimga bo'laman. Bilsang hijron o'limdan yomon. Shu qo'shig'ini so'zini almashtirganmanda bir joyda aytib yurardim. Muhrin aka bir kuni kelib ko'rib qoldi. Qani aytchi, yaxshi aytsang qistiraman deganlar. O'zgartirilgan so'zni boshladim. Ey go'zal, ko'p yema asal, ko'p yesang asal bo'lasan kasal. Qoshlaring nega yo'q, baxtimga otma o'q, ketsang ko'nglim bo'larmidi to'q. Bir joyi bor, haligi uzatsam qo'lingga qo'limni deydi, shu joyni o'zgartirdim. Uzatsam qo'lingga oyog'imni, nechun yechib olding paypog'imni? Bu paypoq enamdan qolgandi, enam qimmatga olgandi. Qarang, shunda Muhrin aka menga rosa qistirgan. 20 ta paypoq olganman bergan puliga. Hatto hozir mana bittasini hozir ham kiyib yuribman mana. Hozir ham. Yaqindagina kiydim. Darrov yirtilib qo'ygan, qarang. Yaqinda Ozodbek Nazarbekning uylanish to'yida kiydim. Ana endi ular bir kamolat ko'rik tanloviga qatnashganlar, eslarida bormi? Birinchi o'rinda olgan Muhriddin Xoliqov. Yana kim olgan? G'iyos Baytoyev olgan. Men G'iyos aka bilan gaplashdim. G'iyos aka, nimaga shunda oliy o'rinda olmagansiz? Muhammad Karim Saifov olgansam, biroq men harakat qilganman-da. Biroq men olishim kerak edi-da. Biroq biz Muhriddin bilan birinchi o'rinda oldik-da. Muhammad Karim Saifovni olgani sababi u kostyumini olib yerga urdi-da. Men ham kostyumimni yechib yerga uraman desam, Qahar aka qimmatga olganmiz dedi-da. ijozat bersanglar, shu Muhammad Karim Soyevni ham bitta o'xshatib berishga harakat qilsam, nima deysizlar, maylimi? Chunki u paytda tomoshabinlar baqirib, qiyqirib turardi. Qiyqirib tursa o'xshataman lekin. Faqat bir narsani aytib qo'y. Mayli, shu onaxonimizdan ham gullarini tezdagina olaman. Rahmat. Bir narsani aytib qo'y. U paytda bunaqa kostyumlar kam kiyilardi. Boshqacha kostyumlar, sal kattaroq, o'ziga kattaroq kostyumlar kiyilardi. Jon aka, siz bir daqiqa o'rningizda turingda, ruxsat berasiz shu odam. Chiqing aka, chiqing. Keling aka, keling. O'xshatib berishga harakat qilaman. Endi o'xshasa bir yo'l o'xshasin aka. Jon aka, bir daqiqaga shu kostyumingizni yechib berib turasiz. Mana shu yerda o'tirib tursangiz ham bo'ladi. Ketishingiz shart emas, chunki albatta kostyumingizni qaytarib beramiz. Aman bo'ling. Torini ham olib chiqib beringlar, torini olib chiqinglar, torida ayta. Bu paytda shunaqa katta kostyumlar kiyilardi-da.
cho'ntaklari katta bo'lardi. Chunki u paytda san'atkorlar katta do'g'urga bormasdi. Katta kostyumlar kiylar. O'xshatishga harakat qilaman. Assalomu alaykum. Azizlar, bir armay xizmatiga borgan yigit, hofiz yigit uyiga kelsa, uni yori erga tegib ketayotgan ekan. Shunda unga alam qilib, alamjon deb qo'shiq aytgan ekan. U paytda tomoshabinlar qiyqirib turardi har bitta qatoriga. Yot uyda yar bo'ldi. Voy alam jon alam. Yor o'zgaga yar bo'ldi. Voy alam jon alam. Yoniga ohim yetmasmi? Vidolashib ketmasmi? Yangalar hushyor bo'ldi. Voy alam jon alam. Yangalar hushyor bo'ldi. Voy alam jon alam. Ado bo'ldi mug'anni. Gado bo'ldi mug'anni. Suyanganim tor bo'ldi. Voy alam jon alam. Suyanganim tor bo'ldi. Voy alam jon alam. Kostyumlarim rasvo bo'ldi. Voy alam. Jon aka uzr jon aka berilib ketdim. O'sha torda siz umishing. Uzr jon aka, uzr. Jon aka berilib. Telefon yo'qmi chiq. Uzr aka, uzr aka, jon aka. Qarsakinglarni ayamanglar, baraka toping. Qo'llaringiz qizib ketdi. Men sizni xafa qildim. Nima bering, so'qatib qoldim. O'rningizni yeching. Tez yeching. Aka kiyib ko'ring. Buni bering. Aka. Yarashdimi? Aka sizga qarsakinglarni ayamanglar. Var. Azizlar, hazil qilamiz. Kelinglar, ijozatlar bilan shu xotirlasak, aziz san'atkorlarimizni, ijod ahlini xotirlasak. Muhammad Yusufni bir she'rlari bor. Ko'kda lochin netar, ko'zi o'tmasa, qalamingni sindir, so'zi o'tmasa, vatan desang, o'pkang to'lib ketmasa, she'r yozishga balo bormi, birodar degan. Men shoir emasman. Muhammad Yusufdek shoirimiz suv ichgan, ariq suvdan ichganman xolos. Ulug' san'atkorlarimizni xotirlasak. Ular ijod osmonlarida
barchani ko'ynini guldek yashnatib ijod qildilar. Ijod osmonida yulduzdek porlab, barchani vatanin sevmoqqa chorlab, ezgu ishlar sari qalbni tayyorlab, so'ngra fazolarga uchgan yulduzlar. Sevganlar sog'inch quchgan yulduzlar. Fazolarda erkin uchgan yulduzlar, sevganlar sog'inch quchgan yulduzlar. Bugun men Navoiyni yod etkim keldi. Shoh Bobur Cho'lponni shod etkim keldi. Hatto Qodiriy ham qaytmaydi endi. Hatto fitratlar ham qaytmaydi endi. Ular fazolarga uchgan yulduzlar, elni qalbi bilan quchgan yulduzlar. Shukr burxonlaru Zaynab xonimlar, Hamza Umarovlar, Lutfi xonimlar, bari mard o'g'lonlar, go'zal xonimlar. Endi fazolarda uchar yulduzlar, muxlislar sog'inch quchar yulduzlar. Ma'murjon, Otajon kuylasa agar, hatto bulbullar ham boshlarin egar. Elning ko'nglin olgan el uchun jigar, kuylab ko'kdan o'rin olgan yulduzlar, san'ati qalblarda qolgan yulduzlar. Yusuf qiziq xalqni kuldirgan edi. Rustam qiziq ko'ngil to'ldirgan edi. Hojiboy o'z kasbin do'ndirgan edi. Kulib ko'kdan o'rin olgan yulduzlar, kulgusi tillarda qolgan yulduzlar. Muhriddin, Oxunjon, Nuriddin bari, aziz xalqimizning erka dilbari. Muhammad Yusufni eslagan sari ko'zda yosh, sog'inchdan kecha kunduzlar, erta oramizdan ketgan yulduzlar. Bu yulduzlar xalqning xonadoniga o'z san'ati bilan kirib borganida, u xonadonda xushchaqchaqlik, quvnoqlik, zavq, shavq paydo bo'lardi. Dillari yayrardi odamlarni. Hamma ularning ohanglariga birdek o'ynardi. Ijozat beringlar, shu ustozlarning ijodidan bugun yana bir bahramand bo'lsak, bunda bizga mehmon san'atkorimiz Nihol mukofotining sovrindori kutib olasiz. Isroiljon Said Umarov yordam beradi. Ani umri kiromi hasrata bulg'ay adosta. Necha yurdim adoshib, to'g'ri yo'ldan besari salsa deb bir rahnama istab.
xastay ma'yus jahonda hojatiga topmagan hargiz ravo. Husning guli tobuldi jahon mulkida paydo, ey sho'g'i parizo. Soldi ani ishqi boshima kulfat savdo, qilmanga imdod. Bilmam nasbat odam eding nosxonida, ey ko'zlar shahlo, qilding mani bir bosh ila husning shaydo, jilva qilib ijod. Qilding mani bir bosh ila husning shaydo, jilva qilib ijod. Layli bilan shirin shu emas yorim amonat, dil zarra qanot. Man birla qachon teng bo'lur ichra jahonda, Majnun ila Farhod. Man birla qachon teng bo'lur ichra jahonda, Majnun ila Farhod. Sinamda suyetdi bu ko'ngil mulkini vayron, yondirg'adi jonim. Endi angraqmayla boni dilbar barno, qil mani obod. Chokar g'am hajrida qachon bo'lsa giriftor, ishq ichra biloshak, dardiyga oni shahrilabing qildim davo, iqomat shamshon. Dardiyga oni shahrilabing qildim davo, iqomat shamshon. Isroiljon Saydumarovga qarsak eylar.